Xullas, sizlar bilan bugun challenge'imda 4 ta challenge'dan qaysi biri qiynayotganini haqida gaplashamiz. Qovurayotganini haqida gaplashamiz. Va mana bu bilan yeb. Kichkina pichog'imiz yo'q. 200 so'mdan tashlab pichog'i bersalaring, kichkina pichoq ishlatishimiz mumkin. Shuni ham javob topasizlar, o'zing Xitoydasan, arzon-ku deb. Oldindan aytib qo'y, gapirishlardan oldin. Xullas, eng qiynayotgan narsa meni shu 4 ta challenge ichidan dars qilish bo'lyapti. Men g'iybat qilish qiyin bo'ladi deb o'ylagan edim. Xullas, dugonam bilan gaplashyapman birga. Dugonlarim bilan shu paytda o'tmishdan qolib ketgan bitta gaplar, kimdir bilan nimadir bo'lib qolgan vaziyatlarim esimga tushib ketyapti, shu miyamga kelib ketyapti. Shunday aytib o'rgim kelyapti. Eng qizig'i, shunday aytib o'ribman. Shunday aytib o'rdim, keyin o'zim bilib qoldim-da, keyin bekor qilishni bosib o'rdim. Hali ham u eshitmadi. Agar eshitganda shuncha kun qilganim bir tim bo'lardi. Xullas, bu mayli, bunchalik qiynayotgan yo'q. Miyamga kelib qolyapti birdaniga. Birdan miyam tutib qolyapti, yaxshi payt ishlab qolyapti ham yaxshi. Lekin o'zim xohlaganchalik dars qila olmayapman. Masalan, dugonam 10 soatlab dars qilyapti bir kunda. Shunaqa 10 soatlab, 8 soatlab o'tirib dars qilish bo'lar-ku, shunaqa dars qilayotganim yo'q. Men qilayotgan darsim tan olaylik 2 soatdan oshyapti. 2 soatdan oshyapti. Shu oralikda boryapti bir kunda bir qilayotgan darsim. Lekin o'tirib olib, men ham 6 soatlab, 10 soatlab dars qilishni xohlayapman, lekin qila olmayapman, bilmayman nima uchun. O'zimni shu narsaga majburlashim kerak. Mana uni ham mijilib tashlamish qilib bir man kesaman deb. Sen bir oldin uni kesishni o'rgan desa. To'g'rilashimdan oldin. Endi yeymiz buni. Shunaqa.